Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va vatandoshlar. Bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. 2026-yildagi yangi obyektimizni ham boshlab oldik. Xudo xolasa Samarqand Tayloq tumaniga keldik. Bu yerga ikkita 100 tonnali xolodilniklarimizni qurishga keldik. Hop, mana 220 li motorimiz. Xitoy komplekt hamma narsasi. Hoplarimiz ham 160. Kondensatorlarimiz 150 bo'ldi. Xolodilnikimizga keladigan bo'lsak, o'ngga 8 dan ikkita xolodilnik bo'ldi. Bu yer penopolistronni qurishga qaror qildik, chunki zamin ichi plyusovoy dedilar. Xudo xolasa ko'p joyda yaxshi ish beryapti. Hamyon bor. Plyusovoy mahsulot barcha mevachi sabzavotlar turaveradi. Sevinçlerimizga keladigan bo'lsak, penopolistronga listimiz toza 04 list bo'ladi. Plotnosligi 18. Sifati ham ancha sifatli a'lo darajada, chunki o'zimiz sevinchlarimiz ancha sifatli. Plotnosliklarga hamma narsa talabga javob beradi. Ishlarimiz 1.71 ga 224 bo'ldi. Xudo yig'ib, qiz jarayoni yana sizlarga video obzor qilib tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa ketgan vaqtingni bir rozi bo'lasizlar. Rahmat.